Siyasi vaziyatlar, dünya iqtisodi, fan texnika, ish, Sultan ekranida. Shvetsiyadagi vatanparvar aktivistlarimizdan Nabijan Ala apandi o'zi bevosita rejissorlik qilib ishlagan va 2020-yillik Sharq Turkiston Jumhuriyat kunimizda rasmiy tarqatilgan Xo'rlangan vijdon filmi muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning intayin yoqtirib ko'rishiga erishib qolmasdan, balki chet ellik tadqiqotchilarning yuqori bahosiga erishdi. 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 87-yilligini va 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining 76-yilligi munosabati bilan bu yil 11-oyning 13 kuni tarqatilgan 36 minutlik bu film xo'rliqda qolgan bir millatning ovozi bo'ldi. Hozirgacha 30 ming qitimdan ortiq ko'rilgan mazkur film turkcha va inglizchaga tarjima qilingan. Bu filmda lagerlarda izdiraksiz g'oyib bo'lgan millionlagan Uyg'urlarning beshidan o'tkazayotgan tragediyalik reallik jonlantirilgan bo'lib, mazkur filmning ishlaguvchisi va qonuniy vakili Nabijan Ala apandi bu vaqtda qilgan so'zida dunyo xalqiga so'zlab tushuntirib bo'lmagan haqiqatni ular bu filmdagi jonliq obrazlar orqali tushuntirishga tirishganligini bayon qildi. Kaliforniya Universiteti Shaw fondining mudiri hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Maarif, Ilm-fan va madaniyat tashkiloti irqiy qirg'inchilik masalalari bo'limining raisi Stephen Sims apandi Xo'rlangan vijdon filmi haqida Erkin Osiyo radiosiga o'zining qarashlarini bildirib mundaq dedi. Meningcha bu film Xitoyning navbatdagi Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlarning orqa ko'rinishini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Filmda Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni sababsiz tutqun qilishi, eg'ir qiyin qistoqqa elishi, chet el bilan aloqasi bo'lgan Uyg'urlarni tahdid deb ko'rishi qatorliq jinoyatlari nihoyatda aniq tasvirlangan. Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan krizisini bilmaydigan ko'rurmanlarga nisbatan bu film nihoyatda ustunlik bilan hammani ko'z oldiga tizib bergan. U bu turdagi filmlarning unumi haqida mundaq dedi. Film orqali har soatdagi kishilarga xitob qilg'ili bo'ladi. Kishilar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganining xalqaro qonunlarga asoslanganda faqat kishilik huquqni dafsanda qilishli bo'lib qolmasdan, balki yana bir millatni butunlay yo'q qilish strategiyasi ekanligini tushunishi kerak. Men to'xtamay davom qilayotgan bu ichinishli krizisni yoritish uchun qilingan bu tirishchanlikdan bak suyundim. Bu filmning ko'rurmanlarining texmo ko'payishini va ularning navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan og'ir vaziyatga nisbatan tushuncha hosil qilishini umid qilaman.